不好意思, 惭愧, 害羞degan üç sözün farqini so'rabsizlar. Darvaqa üç so'zning ma'nosi bir-biriga yaqin. Ya'ni xijil bo'lish degandek ma'noni bildirdi, lekin ishlatiladigan o'rni qat'iyan o'xshamaydi do'stlar. Ma'u hayshu deganimiz mijozdagi bir xil tortinchoqlik, xijilchanlik hamda chiroy ifodasidagi bir xijil bo'lish, bir ishga nisbatan xijil bo'lgan inkosni bildirish degan vaqtimizda hayshuni ishlatamiz. Masalan, 见到生人他很害羞dedi. 见到生人他很害羞. Natunish kishini ko'rib u bek xijil bo'ldi degandek. Ya'ni masalan, 他很害羞不敢跟人说话. 他很害羞不敢跟人说话. U bek xijilchan, boshqalarga yaqinlashib petnamaydi degani bildadi. Endi惭愧degan so'z bo'lsa, bu xijil bo'lish, ya'ni bekroq o'kinish deganni bildirdi. Masalan, rasmiy bir ishni xato qildik, o'zimizga yuz kelmay qoldik, yo qarshi tarafga yuz kelmay qoldik. Shu ishga bo'lgan o'kinish, xijilchanlikni biz 惭愧 deymiz. Masalan, 每次想起这件事我很惭愧. 每次想起这件事我很惭愧. Har qatdan bu ishni o'ylagan vaqtimda men bek o'kinaman, xijil bo'lman. 这次没考好我很惭愧. 这次没考好我很惭愧. Amerika考degan imtihon berish. 没考好 imtihonni yaxshi berolmay qanda 我很惭愧. Men bek xijilchilik his qildim, o'kindim degani bildadi. Endi bu 好意思, 不好意思 degan bu ingliz tilida ko'proq ishlatiladigan, masalan, sad bo'ldi, sad tudi deymiz-ku, boshqalarga takalluf yuzdan qiladigan gap qilmoqchi bo'lsak, 不好意思 desak bo'ldi. Masalan, 不好意思借过一下, 不好意思借过一下, sad bo'ldi, men bir o'tib olgan bo'lsam, 不好意思让你久等了, 不好意思让你久等了, sad bo'ldi, sizni saqlatib qo'ydim. Yana masalan, 听到他的话我都不好意思了. 听到他的话我都不好意思了. Uning gapini anglab, men xijil bo'lib ketdim degandekchi. Mushtayalarda bu 好意思 ishlatamiz. 3 yilisi shunchalik qo'llanishchan bo'lgan so'zlar do'stlar, cho'qim yaxshi o'rganib olaylik. Mush 3 ni ishlatib ayrim jumlalarni tuzib avatib baqsanglar bo'ldi. Ondan mush Schopenhauerdagi mazmunni asos qilib turib, grammatika hamda ingliz tili kuchaytirishni billa olib boradigan darsimiz boshlanish oldida do'stlar 3 oy men o'rganish qila oldim deydigan o'rgangichlarni qabul qilmasa, mush Schopenhauerda men misol keltirayotgan jumla so'zliklarni tushuna oladigan saviyada bo'lsangiz, qatnashsangiz bo'ldi. Fursat cho'qim chang tuting, 3 oyda bir keladigan fursat jumla bu. Bosh betda aloqa qilish nomerim bor yoki o'zingizning nomerini bevosita qoldirsangiz bo'ldi.